Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda legendarniy Nexia 2 mashinasi kelib qoldi ukalar, ko'rishingiz mumkin. 2016-yil atiga 40 000 km masofani bosib o'tgan ukalar. Eurosons Lux konditsionerli varianti. Mashina holati ideal holatda turibdi. 4 ta yangi yumshoq bo'laklar qo'yilgan. Salon holatlarini ukalar ko'rib chiqsam. Salonda zo'r holatda turibdi. Torpeda, obshipkalar ham zo'r holatda. Zavodskiy chexollarda ko'rli solingan video registrator. 40 000 km masofani bosib o'tgan. 100 ta temir gaz bo'laklargacha uстановка qilib qo'yishibdi. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzov holatlari ham ideal holatda. Kraskasiga keladigan bo'lsa ukalar, mana shu orqa krılosini yarmida bor ekan. Xo'p, bu tomonda mana shu krılosini uchi bilan kapotini uchida kichkina pitnosi bor. Qolgan joylar top-toza, mashina ichlariga o'tmagan. O'zing uchun bir qator bonusda tekshirtirib, natarsda pul sanasani bo'lardi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Narxini o'qilasizlar olmaza qilmishini uchun $5250 baholandi. 2016-yil 40 000 proyekt yurgan Nexia 2 mashinasi.